Assalomu alaykum. Hammaga xayrli kun. YouTube kanalini ko'ruvchilar. Mana menda bitta badamim bor edi. Bizlar sayram Chimkentda turamiz, Qozog'iston. Badamlar gullab, mana badamlar tukkan. Danaga mana o'zi katta bo'lib qoldi, mana. Buni endi ko'ramiz, qanday pisharkin. Menga lichkamga telefon qilib so'rashyapti, badamlar tugdimi deb. Mana tugib turibdi o'zi. Prezident degan sorti bu, mana. Barini ko'ramiz endi, qanday bo'ladi, qanday pishadi mana. Bizlarning iqlimda pishmaydi deyishgan edi. Pishadimi yo'qmi, mana ko'ramiz. Endi buni yana men pishishga tarab yaxshilab video obzor qilib beraman. Mana gullaganlarida bari mana. Bizda qattiq yomg'ir yog'di, shuni hisobiga ham uncha ko'p anaqa bo'lmasdan rosa yomg'ir yog'di shu paytda. Ancha dovchalari to'kilib ketdi, biroq qag'allari mana turibdi. Xudo xolasiga pishsa men video obzor qilib beraman. Prezident degan badam bu. Hammaga xayrli kun, yaxshi kayfiyat tilayman. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar. Like bosishni unutmanglar.